Nihao, Xitoydagi eng arzon bijuteriyalar bozoridamiz. Endi paka manga shtuchni aytyapti, ko'proq olsalaringiz qimmatroq narxda bo'ladi. Hozir sizlarga obzor qilib beraman. 2 yuan, 1,5 yuan, hammasi har xil, bular arzonidan. Non brasletlar 5 yuandan. 2,5 yuandan ekan. Mana taqinchoqlar, xuping, hamma shu bijuteriyalar hammasi shu yerda. 4,5 yuandan deyapti bularni. Har xil hali bulavkalar. Dada ye. 6,5 yuandan. Bular chiroyli bulavkalar ekan. 5 yuandan ekan mana bulavkalar ajoyib chiroyli ekan. Paketida qo'liga olmayapman. Paketida turibdi. Ye. Wow. Juda ham chiroyli ekan. Mani. Bular 6,5 yuandan ekan. Pandora deysizlarmi? Tipa Pandora. Bular 7-8 yuandan ekan. Bularda ham yaxshi sotadi qizlar, juda ham yaxshi sotadi. Sifati yaxshisidan. Ko'proq olsa qizlar, bu narx ko'proq olinsa. Ish qilib bijuteriya, любой xili, braslet, цепочка, seryoshka, yana boshqa narsa, hammasi mana shu bozorda qizlar. Agar kimga kerak bo'lsa, optim narxda zakaz qilmoqchi bo'lsalaringiz, ustiga 1 so'm pul qo'yilmasdan sizlarga продавецтен oldi primoy, hammasini obzor qilib jo'natib beriladi. Faqat foiz olinadi za uslugu qizlar. Minimali $500 olishlaringiz kerak bijuteriyadan. Shunda menga aloqaga chiqingizlar. Bo'lmasam uzrulloh. Bozorda adresi kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zlaringiz primoy kelamiz desangiz aloqaga chiqingizlar. Albatta pulini bersalaringiz bozorlarda hammasini adresini berib boraman. Besplatnilarini bo'lsa, silkada qo'yib boraman videolarim tagida. Bu platniy. Любой obzor qilgan tovarim adresi yoki vechati kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilasizlar. Просто salom alaykum demasdan qisqacha yozingizlar. Narxini aytaman, pulini to'lasangiz, hammasini topib beraman, pulini to'lasangiz, adreslarni, vechatlarni beraman qizlar.